Xo'jayin, uylanish qaroringiz qat'iymi? Ha, Chetan, yana bir marta aytay, boramiz va oila quramiz. Mana va qizlardan so'raymizmi? Ichingdagi ayollarga bo'lgan muhabbatga ming la'nat. Ne tarbiya. Xo'jayin, mana uni bosh ochiq shekilli. Ha, qaysi biri? Siyoh rangdagi. Qayerdan bilding, Chetan? Oilali ayollarning birortasi bunchalik o'ynolmaydi-da. Sekinroq ur, eshikni sindirasan hozir. Uy, nimalar bo'lyapti? Politsiya. Qanaqa politsiya, birodar? Nima jinoyat qilibmiz? Kiyimlaringizni kiying, ketamiz. Yordam, ko'nglim aynayapti. Hoy birodar, nima qilyapsizlar? Bu yerda odamlar bor. Mushuk deb o'yladingizmi? Oshna, yotish uchun boshqa joy topolmadingmi? Xo'sh. Maoshinglar qancha o'zi? Oilani boqishga yetyaptimi? Seni mashinang bormi? Ablah. Birodar, qanchadan? Uka, o'qish yoshini bilmaysanmi? Ana bu yerda narxlar yozib qo'yilgan-ku. Yo'q, ayollar qanchadan? Nima deding? Ularni qanchaga sotasiz deyman. Hozir senga ko'rsatib qo'yaman qanchaligini. Kelishdan avval xabar bering. Biz ham shunga qarab qochishga ulgurardik-da. Xo'jayin, Chetin, uylanish yo'q. Murod. Ulardan xavotirlanma. Qizlar menga omonat.